qaysi kalla bilan golti jangni 10 ming dollar tikding ha? Tinchgina blogerligini qila olsang bo'lmaydimi? Aka, foydasi yo'q. Bu sizni ham tanimabdi. Xotirasini yo'qotgan bu. Endi nima qilamiz ha? Doktorga borgan edik. Doktor aytdiki, nimaga ko'p vaqtini sarflagan bo'lsa, ana shu narsalarni eslatinglar dedi. Keyin xotirasi joyiga kelar ekan. Jo'ra, har kun trend olaylik deb garan qilib taylading. Trend olmaymizmi? Aka, foydasi yo'q. Ko'rib turibsiz-ku. Foydasi bor. Yurda berga. Bazı gecelerde düşer hayalim. Esladingmi? Aptikanimi? Ay, beraka. Mandalina uçağı, muhabbetin uçağı. O'g'ilchamni. Ey. Endi esladim. Ha. Qo'lim o'rayotgan ekan. Yana angur. Menga qara. Blogerni tilini bloger tushunadi. Saypini o'rniga etamiz. Ketdik. Yur berga. Ey, pastroqdan o videoni ko'rgan odamlar bu maydacha ekan deb o'ylaydi. Pastroq olyapman-ku, o'tirib olmayman-ku. Ey Sayp aka, bedan kengda. Ana shunaqa gaplar. Bunaqa problema menga ham bo'lgan. Shu yerda turib turuvlar, men bitta reklamachamni olib kelar 2 minutga kelaman. Hurmatli kuzatuvchilar, hozirda biz O'zbekiston bo'yicha eng katta granit marmar skalatiga turibmiz. Mana bu ko'rib turgan katta kafellarimiz 100 dan ortiq davlatlardan kirib keladi. Bu qachon bo'ladi? Yomon qarayapti, o'zi qo'yib beraman ekan. Shalliqim havz bo'ladi. Bu yerga shunaqa istanovlar bor, xohlasangiz uyingizga toshdan gilam yasab beradi. Bu yerning nomi Millioniston, O'zbekiston bo'yicha birinchi qo'l hisoblanadi. Salomat bo'lasizlar. Bexki. Saman 35 ming, bedapiriz 40 ming. Aklamatir ham olamiz. Esladim. Esladingmi? Ularning tasini tikkan ekanman-ku. Taysingni ham tikdingmi? Ha. Yemma.